Mana chika palichkamiz, rozовая женщина, manaqa tamponlar. Qarang, toraytiruvchi vosita nima qilib beradi? Bizni bu joydagi mushaklarimizga ta'sir o'tkazolmaydi. Hech qanaqasiga ichkaridagi mushakni kuchli qilib olib kelib berolmaydi. Faqatgina teri qatlamiga ta'sir qiladi. Shunaqa palichkalar bor-ku, chika palichkalarimiz. Shunaqani shunday kirgizib yuborasiz. Chika palichkani aylantirasiz, terini shilib tashlaymiz. Shilingan teri, mana og'iz terisidaqa nam, yupqa teri ishadi. Po'rsildoq bo'lib, masalan, qo'lingiz kuysa, esingizdami? Dumaloq bo'lib, ichiga suv to'planib, ishib qoladi. Xuddi shunaqa bu joyda ishish hosil bo'ladi. Siz o'ylaysizki, terini zararladim deb o'ylamaysiz. Qanaqadir toraytirib oldim deysiz. Bu faqat chika palichkasi emas, granula deymiz yoki rozовая женщина, shunga o'xshash har xil vositalar bor. Mana shunaqa narsalarni ichingizga qo'llaysiz. Mana chika palichkamiz, rozовая женщина, manaqa tamponlar.